2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt. Probegi 177 ming kilometr yurgan. Bu mashinamizda pol patolog 4 ta eshik shumkasi bor, 4 ta yumshoq charimxo balonlari bor. Mashina kraskasi orqa kriloda petno bor и oldi krilo almashgan. Oldilariga ustilarga tegmagan. Просто almashtirgan. Bu kriloni qandaydir qirilganmi, nimadir bo'lgan. Sababi oldi krilo almashish osonroq, shuning uchun almashtirib o'rgan bo'lishi mumkin. Yumshoq charimxo balonlari bor dedik. Mashinani mana balon holatlari. Mashina ichki holatlari. Kojinli chexollar bari qo'yilgan, polik yaxshi polik bor. Ashibkalar qilingan. Rul kurs kontrollari ishlaydi debdi. Hammasi 19 da bu bluetooth varianti, 19 larda ko'pida bluetooth ayrimlarda chiqqan, ayrimlarda chiqmagan. Yurgani mana ko'rsatamiz, 177 ming kilometr yurgan. Ichki holatlari polik dedik, chexol dedik, orqa holatlari turishlari. Yana qaytarib o'tamiz. 2019-yil avtomat korobka Cobalt 177 ming kilometr yurgan, tom, pol, patolog 4 ta eshik shumka bo'lgan, charimxo balonlarda 4 ta yumshoq, kraskasi orqa kriloda bor deb biz ikkita petno oldi krilo almashgan dedik. Usetlariga o'tmagan, oldi taniq turibdi. Yurganlari halol. Ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha aytib o'tdik.